Navoiy viloyati Qiziltepa tumani. Qiziltepa tumani. Ahmadova Gulmira 94-yil. Siz menga nospetsifik yarali kalit tashxisi bilan kelyapsiz. Mana bu sizni ichagingiz yallig'langan kolonoskopiya qog'ozi. Qancha vaqtdan beri kasalsiz? 2013-yilga boshlangan, 12 yil bo'libdi. 12 yil. Ichingiz qanday keladi? Ichim suyuq, yiring, yaltiroq. Kechiga oqimtir nimalari bor. Chunki qornim ko'p dam bo'ladi, og'riydi ichaklar. Tushunarli. Necha marta chiqasiz tashqariga bir sutkada? 10-15 marta. 10-15 marta? Ba'zan 20 marta. Ko'p joylarga davolanganman, lechin olganman. Qattiqroq ovqat yeb qo'ysam yana qo'zg'aydi, yana og'irlashib qolaman. Hozir 1 oy bo'ldi, 1-sentyabr boshlarida juda ham og'irlashib qoldimda, ichim ketish boshladi, ovqat ham yeyolmay, ko'nglim aynidi. Keyin Navoiy shahariga kelib bir lecheniya oldim-u, baribir o'zimga kelmadim. Keyin ichaklarimni tekshirtirsam, ichaklarni olib tashlash kerak deb aytdi. Ha, demak ichakda olib tashlash kerak. Rasos chiqib ketgan deganda. Ha. Davolashimiz 10 kun. Kimgadir 10 kun yetadi. Bu yerga kelgan odamlarning 90%ga 10 kun yetyapti. Boyagi 10% qatorida ular 2 marta, 3 marta keladi. Chunki yallig'lanish vaqti ancha bo'lib ketganda, sizda 12 yil. 10 kun yetadimi, yetmaydimi bilmayman-ku, lekin harakat qilaman tezlashtirishga. Mana hozir bu yerda klizmamiz bor. Klizma bo'lgandan keyin boyagi giyohdan tayyorlangan klizmamiz bor. O'sha klizma qilinadi. Kuniga qilib boravergandan keyin ichak ochiladi. Yuviladi-da, ichakka keyin yarasini bitkazayotgan dorisini beramiz. Mana shu qilayotgan ishimiz. Tak. Boshqa shikoyatlaringiz? Qon miqdori yaxshimi yo kamayib ketganmi? Qonim kamaygan, boshim aylanadi, holsizman. Ichimdan qon ham ketadi hozir. Ha, tushunarli. Mayli, sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Ahmadova Gulmira, Navoiy viloyati Karmana tumani. Nospetsifik yarali kalit. Kelgan vaqtingiz 28-sentyabr 2025-yil. To'g'rimi? To'g'ri. Endi shikoyat bo'yicha 15-20 marta hojatga chiqaman. Nima o'zgardi mana 10 kun ichida? Kamaydi 7-8 martaga. Ichimdan yozilganda shilimshiq qon aralash keladi. Yo'q, kelmayapti, Alloh xudoga shukr. Ko'nglim ayniydi, qornim dam bo'ladi. Qornim dam ozroq bor-u, lekin ko'nglim aynishlar hammasi yo'qolib ketdi. Holsizlik, boshim aylanadi. Yo'q, tetiklashdim, boshim aylanmayapti. Kasal bo'lganimga 12 yil bo'ldi. Ichaklarimda kuchli og'riq bor, chap tomonda. Kindik atrofimda ham og'riq bor. Kelganimga o'zi 3-kundan og'riqlar qolish boshladi. Butunlay qolib ketgan, xudoga shukr, og'rimayapti. Ana endi mana 12 yildan beri yoqa chopib yuribsiz. Mani davolash uslubimga o'zingizni fikringizni bildirishingizni xohlardim. Nima deysiz? Men shuncha yil ko'p doktorlarga borib davolandim, lekin birortasidan foyda topgan bo'lsam ham vaqtinchalikda, lekin bu yerga kelib men 10 kun ichiga juda ham ko'p natijaga erishdim. Kelganimdan afsuslamayman. Sizga rahmat aytaman. Ilohim 2 dunyo saodatiga erishing. Kelgan vaqtimga ham, sarflagan pulimga ham achinmayman. Rahmat sizga. Demak, haqiqatan shifo topdingiz. Shifo topdim. Xudoga shukr. Ha, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Uyga borgandan keyin klizma qilib turasiz. Dorilar beraman. Yeydigan ovqatlaringiz bu yerdagi o'xshagan ovqat bo'lishi kerak, yengil. Meva-cheva, sabzavot, xom narsalar umuman mumkin emas.
shirinlik qo'shilgan yoki shakar qo'shilgan bironta bir mahsulot mumkin emas. Iloji boricha uy noni yeb yuring yoki bizga o'xshab bir mana bunaqa bulka non. Ya'ni bulka non ham ichi zinch bo'lishi kerak. Berganda e'tibor berdingizmi, bunaqa po'qqa emas. Agar sizlarda shunaqa sotayotgan bo'lsa, o'shanda bo'lmasa uydan tandirda yoqqan noni. Xo'p. Sut qatiqdan nari bo'lib turasiz. 6 oy muddatga beryapman. 6 oyda xudo xolasa hammasi joy-joyiga qaytib ketadi. Xudo xolasa. Kelishdan esa ikkinchi marta kelishingiz o'zgarmay qolsangiz, ya'ni boyagi 8 martada turib qolsa kelasiz. Xo'p. Agar uyda bir oy ichida pasayib boraversa, kelmay yuraverasiz. Xo'p. Tushunarli? Savollaringiz bo'lsa, Telegramga yozsangiz javob beraveraman. Yig'ib savollaringizni berib qo'yaverishingiz mumkin. Xo'p. Telegramda har kuni ko'rib chiqaman. Xo'p. Tushunarli? Tushunarli. Sog' bo'ling. Rahmat Xursandman sizga. yana bitta bemorda davolashdan uddasidan chiqqanimga. Kalit bu aslida bir bemaza kasallik. Buni mana ko'ryapsiz. 12 yildan beri sizga o'xshagan odam ko'p. Hech kim bunday qilib uddasidan chiqqaniga yo'q. Men yana bitta bemorda uddasidan chiqdim davolashdan. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim menga o'xshagan ko'p kasallarga dardiga shifo bering. Ishonmayman deganlarga nima deysiz? Ishonmayman deganlarga men ham kelganimda to'g'risi ikkilangandim, lekin kelganimdan afsuslanmayman. Ularga kelsin, men shu yerga davolanishni xohlayman ularni ham. Chunki ular qanday azob chekayotganini o'zim tushunaman. Chunki men ham shu azob bilan necha yildan beri dard nima bo'lib kelaman. Kasallanib, og'riqlarga chidash juda ham qiyin-da. O'sha uchun ular ham kelib tezroq yaxshi bo'lishini xohlayman, shu yerga kelishni xohlayman. Mana qarangda, mana hozir siz pul to'ladingiz. Endi mana buni ichida bizning xarajatlarimizni ham ko'rdingiz. Ha. To'g'rimi? Sizga yotoqxona ta'minlab berishimiz kerak. Sizga 3 mahal ovqatingizni ta'minlab berishimiz kerak. O'shandan keyin ortganiga dori-darmon tayyorlashimiz kerak. Dori-darmon oddiy bir qisqagina masalan ko'chani o'ti bo'lsa ekan, bu boshqa yo'l. Unda masalan uyingizda ham qilaverasiz unaqa ishlarni. Shunday. Doriga masalan tayyorlagan dorilarim o'sha ichak yarasini bitkaza bilish kerak. Bu shundagina odam yozilishi pasaya boshlaydi. Shundan keyin iring narsalar to'xtay boshlaydi. Mana shuniga ikkilangan odamlar chiqib turibdi-da. Men shuning uchun so'radim sizdan. Nima deydi? Как будто spektaklda postanovka qilayotgan degandagi bo'lganday bo'lishi. Sog' bo'ling, bo'lsa yaxshi yetib oling, uydagilarga salom. Rahmat, kattakon.